Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlar obunachilarim. Mana bugun 1-may kuni Toboqqa kelib payvand qilib ketganman. Mana o'tgan yil ulangan mevasi endi yoniga ziloni bo'lib chiqqan. Endi o'shani ziloni ular qilib qo'ydim. Mana bir bog'da bir ziloni ularni ko'rsatyapman. Bog'da bitta syomka qilaman. Mana bilmayki shu mart oylarda ulab qo'yganman. U ko'klamabdi bu. Juda qiyinroqda yong'oq olishi. Endi ko'klamaganlardan ko'rsatyapman. Va ichidan pateralar bo'ladi. Endi amak yonlarga tegmabdi. Endi zelenolar qilib berdim. Ko'kini qilib berdim. Mono yong'oqda o'tgan yili payvand qilganman. 2-yili o'zi mevaga kirib ketdi mana. Ko'rib turgan bo'lsalaring. Mana o'tgan yillangan. Mana endi buni ham o'tgan yil turib bu ham ko'klayapti. Mana sizlarga natijalarni ko'rsatyapman. Shu mart oyida payvand qilib ketganman mana. Buni salapani yechilgani yo'q. Mana turibdi ana. O'zi yong'oq ham qo'yapti ana. Bitta yong'oq mana. Ko'klashlari mana. Mart oxirlarida payvand qilganman. Mana buni ikkinchisi. Mana bu bitta kaltaga qurib qolibdi, metan ko'klayapti. Mana teydan ko'ki chiqqan, ko'kiga bugun 1-may kuni zelona qilib qo'ydim. Endi yonimda hech kim yo'q edi. Bog'da egalari ketib qolgan edi. Ko'kini bir ko'rsatardim. Endi iloji yo'q. Ilgari videolarimda bor. Mana bu ham mart oyida qilingan mana. Mana bu ham yaxshi olibdi. Meta olgani qurib qolgan mana. Bu tarafi yetadi. Mana manalarda bor. Bir ko'rsatib qo'yay deb. Mana buni o'tgan yil ulangan. Mana o'tgan yil ulangan bu. Xitoy S185 payvand qilib berganman. Mana buni ko'kiga ulamadim. Mana o'zi bitta yetadi o'zi. Mana buni ko'klab turib, quruq qolibdi bu ham. Endi metrcha ko'k turibdi ham ko'klab ketdi. O'zi yong'oq juda qiyin deb olishi. Mana endi ko'k chiqqan ekan. Ko'kini ham payvand qilib qo'ydim uni ham. Ko'kini. Mana buni yong'oq o'tgan yil payvand qilganman mana. Mana mevalari bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta meva chiqdi mana. Mana. Ko'rib turgan bo'lsalaring, mana. Endi bu taraflarda ham bor. Sekin bir ko'rsataylik deb. Mana bu ham o'tgan ulangan. Iskana payvand qilganman. Ikkita yong'oq qildi. Ikkita yong'og'i bor. Mana. Endi bu katta bo'lib ketardi. Maytani bu yil amak kesib tashlabdi. Agar kesib tashalganda mana 2 metr, 2,5 metr o'sardi bu. Bo'y berardi. Endi bunga to'xtab qolganda endi bu yil olib tashardi. Endi bu yil haydaydi. Mana buni olmabdi. Mana olmaganlarni ham ko'rsatyapman mana. Mana bir ikkita teydan chiqqan, uni ko'kini ham ulab qo'ydim mana. Ko'kini ulasa ham bo'laveradi. Bahorda ikkita variant bor. Mabodo iskana olmasa, yonidan ko'k chiqadi, unga qilsa bo'laveradi. Mana bu o'tgan yil ulangan. Mana. Bu taraflarini ham matapilada katta yong'oq olib tashlagan. Endi bunga kuch beradi. Bu ham ketadi, bu ham haydaydi bu yil. O'tgani shuncha o'sgan, to'xtaganda endi ba'da ketavergan bu. Bu yil oldirib tashladim. Mana buni yong'oq
ko'klagan qurib qolibdi tagidan. Bu qurib qolibdi. Yana bir boshdan bir ko'rsatay dedim-da, endi bu omonatchilariga bir mana buni yong'oq belgilangan. Bu ko'klagan, mana ko'klab turib, qurigan bu ham. Juda qiyin. Endi yoniga ko'kini ulab qo'ydim ana qilib. Germetiklar surkab qo'ydim uni. Mana bu ko'klabdi o'zi mana. Bu taraf qurib qolibdi bu. Bu ko'klabdi bu. Mana buni yong'oq o'tgan yil qilingan. Mana ikkitadan meva qildi mana. Iskanalari. Mana katta yong'oqlarni ham qo'liga ulasa bo'laveradi. Keyin yili bu tarafini olib tashlaveradi, mana bu tarafini olib tashlagan, juda katta bo'lib ketgan. Shu salkam 5-6 yildan aqi bo'lsa kerak bu yong'oqni. Mana umuman meva qilmaydi deydi. Oxiri meni topib, chaqirib, payvand qilib ulatib oldi. Bu ham ko'klagani tek turibdi bu ham. Endi yonidan ko'ki chiqqan. Ko'kini ulab qo'ydim uni ham. Mana sekin bir boshdan ko'rsatyapman. Mana bu ham o'tgan yillangan. Mana o'zi meva ham qilib yuborgan mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, sanab berib 6ta, 7ta, 8ta mevasi bor. Keyin buni qo'lini bu tarafini olib tashlagan. Bu taraf yetadi endi. Bu sekin ulanib ketilyapti. Mana bu tarafni qo'lini olib tashlagan. Mana o'zi nishonalar ko'rsatgan. Bu o'tgan yil ulangan bu. Mana. Yurishi zo'r mana. Mana buni yong'oq ham zo'r katta bo'libdi bu ham mana. Bu tarafini olib tashlagan. Mana bu yerdan iskana qilingan. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring. Mana mevalari ham bor. Shu yaxshi sortdan ulatib payvand qilib berganman. Tiylarini aytdim ulangan mana. Bundan oldi ikkitadan qilibdi bu. 4ta, 6ta, 7ta sanayapman. 9ta, 10ta, 11, 12ta, 13ta yong'oq bor ekan. Qiziqishga sanadim-da ham. Sekin yerimga ko'rsatyapmiz. Mana bu taraf olgan. Ikkita yong'oq bor, 3ta bor ekan. Amaki bu tarafni olib tashamabdi qo'lini. Qo'lini olib tashlasa keyin bu rivojlanib yaxshi o'sadi. Oxiri ana bu yerda bitta. Mana bu mana. Ana iskana qilingan. Mevalari ham bor, nishonalari ham. Endi men bitta olib tashlagan. Endi bu ham kuchga to'lib yaxshi katta bo'ladi bu ham. Endi bu taraflarda bor. Endi bir boshdan ko'rsatyapman. U mahalliy yong'oq juda kam hosil qilar ekan. Men uni YouTube'da ko'rib, amaki chaqirib kelib o'tgan yilda payvand qilib berganman. Mana buni bu yil ulaganim, mana tarafdan sekin ko'klayapti mana. Sekin ko'klayapti mana. Mana o'zi meva ham qilib yuborgan mana. Mana. Buni kalta qurib qolibdi, olib urib qo'yibdi. Mana. Zo'r shoxlabdi mana. Mana teskana qilingan mana. Mana bu yerda ham gullayapti mana. O, guli bor ekan. Xitoy S185 dan ulangan. Mana. Endi bu yil ko'p joylarga borib so'mka qila olmadim. Endi biz so'raymiz, endi ilgari videolarimda ko'rsatganman. Endi bu ulab ketganlarni bir ko'rsatay deb bir so'mka qilyapman. Nari taraf qurib qolgan, buni sekin olib urgan, bu taraf ko'klayapti mana. Endi bir ko'kini ulab qo'ydim menga. Xohlasam. Endi bir boshdan ko'rsatay deb. Mana uni bir yil ulangan. Mana qo'liga mana bir salapanni ham yechilgan yo'q.
Bir dona yong'oq qilibdi mana. Bil ulangan yili sirada yong'oq qilib yuborgan. Mana. Bu taraf olmab, bu taraflar turibdi mana. Yong'oqlar ya. Endi u tarafga olib tashlash kerak, keyin bunga amal beradi, kuch beradi. Mana men bitta bor ekan, bitta ulangan ekanman. U olmabdi bu. Mana olmaganlarni ko'rsataman men. Hali ko'pchilik nima qiladi? Olgan ko'rsataveradi dedi, olmagan ko'rsatmaydi dedi mana. Ko'kini ulab qo'ydi mana. Mana. Zeloni ulab qo'ydi mana. Xudosi bu ko'klaydi, buni olib tashlaveradi, bu ko'k ketaveradi bu. Bu eng qiyini yong'oq. Juda ko'p patera ko'p bo'ladi. Mana buni bil ulangani mana, bil ulangani mana, salapani yechilgani yo'q mana. Mana bil ulangani mana. Mana bitta kichkinagina yong'oq chaqibdi mana. Mana. Endi buni qo'llarini olib tashlash kerak endi. Mana. Qo'llarini. Mana bunda Turkiya forma qilganman. Mana Turkiya forma bo'lgan. Juda katta yong'oq bu. Mana zo'r ko'klabdi u ham. Ko'rib turgan bo'lsalaring mana. Bag'ashi katta yong'oq mana. Katta yong'oq bu. Endi bu qo'lini mana bu yerdan matapilada olib tashlash kerak. Keyin bu haydaydi bu. Mana o'sha yong'oq ham katta bo'lib qolibdi mana. Buni yong'oqni hozir olib tashlash kerak. O'zi yong'oqqa kuch beraveradi-da bu. Endi buni kattalar bor, endi keyingi yili Turkiya forma qilib payvand qilaman, qilib beraman endi. Mana u qo'liga ulagani mana olmabdi mana. Mana qo'liga ulagani olmabdi, qurib qolibdi mana. Bu mana yerdan kesiladi, keyingi yili Turkiya forma bo'ladi bu. Bu katta ham, bu kattani ham ulaymiz buni ham. Katta ham. Mana buni o'tgan yili men yerdan payvand qilganman. Ko'klayapti mana, qandaydir kasallanibdi. O, hozir! Mana ko'kini ulab qo'ydim. Amaki endi keluvdim, chaqiryapti, cho'pi ichib olamiz deb. Mana bu ulaganimi juda qiyinda yong'oq olish mana. O'zimda ham patera bo'ladi mana. Ko'ki yaxshi oladi lekin. Mana men yerda qurib qolgan mana, olmagan mana. Bitta olibdi. Endi yong'oqni yuvotmoqda juda kuchli, o'sha ko'p kuydirib qo'yapti-da bu. Mana ko'kini uladi mana. Ko'klari. Mana bu vashi dahshat meva qilibdi bu. Endi qo'liga ulab qo'yganman. Mana 4 ta, 5 ta, 6 ta mevasi bor ekan mana. 6 ta mevasi bor ekan. O, hozir. Endi ulab turibdi mana. Yamak choyga chaqiryapti. Mana o'tgan ulaganman mana. 3 ta meva qildi mana. Mana obunachilarni e'tiborlaringiz uchun rahmat. Layklarni bosib obuna bo'lib turaverasizlar. Ko'rsatamiz, xudo xolasa. Ishlarga omad. Sog' omon bo'linglar.